Yomg'irli ob-havoda bugun sizlar bilan romantik filmni tomosha qilamiz. To'g'ri, hozir yomg'ir yo'qdir, lekin yoqqanda обязательно bu videoni qaytadan ko'rib ketishga va'da bering. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshlanishidan oldin like va podpiska tugmalariga bitta kalla qo'yib qo'yishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Marvarid ismli qizning ota-onasi yo'l chetidan o'tayotgan bo'riga chalg'ib, avariyaga uchraydi va halok bo'ladi. Qizaloq esa 8 yoshida yolg'iz qolib, Sunny Creek degan yetimxonaga joylashtiriladi va u yerda Adelina degan qiz bilan tanishadi. Lekin uning opashkasi uchiga chiqqan yalmog'iz kampir edi va birinchi kuniyoq qizning onasidan qolgan taqinchoqlarni yulib olib, Elior degan bolaga berib yuboradi. Yetimxonada Marvaridga eng ko'p ta'sir qilgan narsa odamlar hissiyot bilmaydigan dunyo haqidagi ertak bo'ldi. Unda ko'z yoshlar yaratuvchisi odamlarning ko'ziga billur yoshlarni solib, ularga sevgi, qayg'u, quvonch hislarini his qilishga yordam berar ekan. Marvaridning xayolida esa o'zi ham shu ertak ichiga tushib qolganda edi. Oradan 9 yil o'tdi. Marvarid ulg'ayib do'ndiqchaga aylangan, faqat qo'lidagi kalamushni hisobga olmaganda 17 yoshida Anna va Norman Milligan degan er-xotin qizni sinov muddatiga o'zlariga asrab olishadi. Marvarid yomon xotiralarga to'la yetimxonani tark etib yengil tortdi, lekin yalmog'iz direktor unga qo'shib Eliorni ham berib yuboradi. "Navoiyxonadan topib oldim, qo'l-oyog'i chaqqon, xizmatlaring qilib yuradi" deb. Ma'lum bo'lishicha, Elior bilan Marvarid hech qachon bir-biri bilan chiqishmagan. Yangi uyda Anna Marvaridga xonasini ko'rsatdi, Norman esa Eliorga pianinani. Kechqurun qiz yigit bilan gaplashmoqchi bo'ladi, lekin u qizga xonamga boshqa kirganingni ko'rmay deb derski gapiradi. Kechki ovqatda esa Marvarid yangi ota-onasiga Elior bilan aka-singildekmiz deydi. Bola esa jahl bilan qizning oyog'ini ezib qo'yadi. Maktabda Elior hamma qizlarning suvini oqizadi. Qiz esa Billy degan qiz va uning dugonasi bilan tanishadi. Darrov kelib qizlarning e'tiboriga tushgani uchun Elior maktab bezorlari bilan mushtlashmoqda. Bir necha kundan so'ng kiyim do'konida Marvaridning eski, qo'rqinchli xotirasi esiga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, yetimxonada direktor uni podvalga tushirib, karavotga bog'lab qo'yar ekan. Qorong'ida esa kimdir uning qo'lini ushlab dalda berar ekan. Shu sababdan qizda vahima kasali bor ekan. Shu joyda pauza qilib, videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Maktabda gullar bazmi bo'ladi, ya'ni kim kimni yoqtirsa, uning shkafiga gul tashlaydi ekan. Billyga oq gul tashlab ketishgan, Marvaridga esa qora gul, chunki u azobli sevgi ramzini bildirar ekan. Eliordan so'raganda, u buni men qilmadim deydi va o'gay aka-singil o'pishib ketishiga salgina qoldi, men ajratib qoldim. Kechqurun Marvarid o'gay akasining kapalakni qo'yib yuborganini ko'radi. Bundan ko'rinib turibdiki, Elior kurracha, yomon bola emas, faqat qizni o'zidan itarib tarang qilyapti. Kechqurun qizga maktabda ko'zini suzib yurgan qora botir Lionel Marvaridga video yuboradi, go'yoki Elior uni besababdan uribdi. O'sha payt Elior yomg'irdan butunlay ho'l bo'lib keladi va ko'rinib turibdiki, uni ham mazasi qochgan. Uning isitmasi ko'tarilmoqda. Marvarid mehribonim esa uni yotqizib dori ichiradi. Elior Peter Pan esa vaziyatdan foydalanib qizni o'pishni boshlaydi va ketmasligini so'raydi. Shu payt Marvarid eslaydi, bir safar direktor jahli chiqib qizni urmoqchi bo'lganda, Elior qahramonlik ko'rsatib qo'lini kesib e'tiborni o'ziga qaratgan. Anna va Norman qaytib kelganda Marvarid zo'rg'a yigitning yotog'idan turadi, chunki cho'lpillatish qizga ham yoqib qo'yandi. Shundan keyin qiz o'gay akasiga qanchalik yaqinlashishga harakat qilmasin, bola yana sovuqqon bo'lib qizning yaqiniga yo'latmaydi. Bir kuni Billy uni Mickeynikiga olib boradi. Ma'lum bo'ladiki, Mickey aslida boy oilaning qizi, buni sinfdoshlaridan yashirib kelgan. Shunda Marvarid bilib qoladi, Mickeyning o'zi Billyga oshiq va gul bazmida shkafiga atirgullarni aynan shu lesbiyanka qo'ygan ekan. Eliorning tug'ilgan kunida Milliganlar oilasi mehmonlar chaqirishadi, hattoki Adelina ham yetimxonadan vaqtinchalik ruxsat olib keladi. Shu yerda ular Marvaridni ham, Eliorni ham rasmiy farzand qilib olishadi. Qiz esa shokda, chunki u endi yigit bilan rasmiy aka-singil va u bilan sevisha olmaydi.
O'sha kechasi Marvarid Eliorga tug'ilgan kun sovg'asi sifatida nima xohlasang shuni qilaman deydi. Bola esa o'zimizga o'xshagan iploschalardan ekan va qizni quchoqlab o'pishni boshlaydi. Shu payt Lionel Messi paydo bo'lib qizga tahdid qiladi. Akang bilan nima qilayotganingni ota-onangga ham, butun maktabga ham yoyaman. Sen men bilan sevishishing kerak deb. Maktabdagi raqs kechasida Billy Oqgulni Flips ismli yigitdan oldim deb xursand. Lekin Mickey aslida men qo'ygandim deganda Billy dugonasi Transformer ekanidan hayratda va yig'lab ketib qoladi. Lionel esa Marvariddan uzr so'rab raqsga taklif qiladi. Shu payt Elior Annaga oiladan ketib yetimxonaga qaytmoqchiligini aytdi. Raqsda Lionel Marvaridni bo'sh xonaga olib kirib, olam go'zalligidan bahramand bo'lmoqchi edi. Ammo Elior qahramon kelib uni qutqaradi. Qiz esa eslaydi. Onasi aytgan bo'rilar har doim ham yovuz bo'lavermaydi. Shu oqshom ular bir-birlariga sevishini tan oladilar. Uyga qaytishayotganda Lionel Kunta ularni yana ta'qib qilmoqda va ular suvga sakrashga majbur bo'lishdi. Marvarid kasalxonada o'ziga keladi, yonida esa Adelina. Endi u tushunib yetadi. O'sha paytlarda podvalda uning qo'lini ushlab o'tirgan odam Elior ekan. Milliganlar va shifokorlar xonaga kirib kelishadi. Ular aytishadi, Elior seni suvdan zarbadan qutqarib qoldi, lekin o'zi boshidan jarohat olib komaga tushdi. Yalmog'iz direktor hamma aybni Marvaridga yuklaydi va ayol qizga qizning onasidan qolgan taqinchoqlarni beradi. Elior uni yillar davomida yashirincha saqlagan ekan. Oradan biroz vaqt o'tib Marvarid direktor Margaretga qarshi sudda guvohlik berishga rozi, lekin direktorning advokati qizga tahdid qilmoqda. Issiq sovuq qilaman, ersiz o'tib ketasan deb. Lekin Marvarid yig'lab hammaga haqiqatni aytdi. Margaret Eliorni ertakdagi yovuz bo'ri deb ishontirib, uni boshqa bolalarning qiynoqlariga guvoh bo'lishga majburlagan. Hamma odamlar "Qamanglar bu kampirni" deb qarsak chalib yuboradi va Marvarid Eliorning yoniga yugurib borib, "Biz g'alaba qildik" deydi. Bu so'zlarni eshitishni 35 yildan beri kutayotgan Elior Peter Pen esa komadan uyg'onadi, xuddi ataylab o'zini komaga solib yotganday. Shu tariqa Elior oiladan ketgani uchun endi ular rasmiy aka-singil emas va uzoq va baxtli hayot kechirishadi. Bunday bo'lishini bilganimda o'zim borib asrab olardim bu qizni. Filmning ikkinchi qismi chiqishini xohlaysizmi? Unda hoziroq videoga like bosib qo'ying. 5000 ta like bo'lishi bilanoq ikkinchi qismini chiqaraman. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Paka-paka.